davlat tomonidan qo'llab-quvvatlandi. 20% subsidiyani olib berdik. Assalomu alaykum Powersun'ning hurmatli kuzatuvchilari. Mana bugun Qibray tumanidagi muvaffaqiyatli ustanovkamizni topshirdik. Mijozimizning iste'mollarini qoplash maqsadida Longji Haymo X10 panellari va ishonchli Auxol Craft invertori bilan 10 kilovatlik quyosh elektr stansiyalarini o'rnatib berdik. Yana bir muhim jihati shundaki, ushbu loyihamiz davlat tomonidan qo'llab-quvvatlandi va mijozimiz uchun 20% subsidiyani olib berdik. Keling endi mijozimizning o'zlarining fikrlarini tinglaymiz. Assalomu alaykum. Bizning elektr xarajatlarimiz yuqori bo'lgani sababli biz quyosh elektr stansiyasini o'rnatishga qaror qildik. Bunda bizga Powersun mutaxassislari kelib, biz uyimizni o'rganib chiqib, 20% davlat subsidiyasi asosida bizga shu 10 kilovatli 10 grid stansiyasi qurishni tavsiya berishdi va o'rnatib berishdi. Siz ham o'z elektr energiya xarajatlaringizni kamaytirish hamda davlat subsidiyasidan foydalanishni istasangiz, Powersun mutaxassislariga murojaat qiling.